Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischiklari, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizga o'tgan galgi yangi dizayndagi partiyamizdan 11.05 ming traktorimizdan yana bir partiya keldi. Shoshilamiz, o'tgan safar ko'p klientlarimizga yetkazib bera olmay qoldik. Bu safar ham kamroq keldi. Faqat narxlari ozgina qimmatroq bo'lib keldi akalar. Sababi endi o'zlaringiz bilasizlar, tushunasizlar. Yo'lda kelishda narxlar ko'tarilib ketdi. Yo'llar narx emas, narxlar 32 million so'mdan chiqaveramiz. Yangi dizayn, yangicha ko'rinish, o'sha oldida 4 ta farali pavorotlari bo'ladi, yog' datchiklari bo'ladi, tushirib ko'taradigan silindrlar 2 talik bo'ladi. Kak oldingidek bo'ladi. Xo'p. Mana ramalari ham qalin, bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana qalin shivillardan qilingan. Bemalol hozir kelaverasizlar. Yusuf Moto do'koniga hamisha sifatli va arzon texnikalar kelaveradi. Layklarni bosib, o'sha izlayotgan odamlarga yetkazib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doimgidek biz Yusuf Kamina shu yerdamiz, kelaverasizlar, sizlarning xizmatinglarimiz. Layklarni bosib, banglarni tashlayveramiz.